Assalomu alaykum. Bugungi webinarimizga xush kelibsiz. Mening ismim Javohir Yunusov. O'zimda B2B aloqalar bo'yicha menejeri bo'lib ishlayman va bugun biz tovar aylanmasi haqida bilishingiz kerak bo'lgan barcha ma'lumotlarni Uzum Akademiya o'qituvchisi, Uzum marketdagi top sellerlardan biri Aleksandr Suxov bilan onlayn uchrashuv o'tkazamiz. Va boshlashimizdan oldin bir ikkita narsadan o'tib ketaman. Birinchisi, dushanba kuni kechqurun Uzum sotuvchilari kanalimizda post joylashtiramiz. Unda tovarlar aylanmasi bo'yicha PDF formatida o'zbek va rus tillaridagi qo'llanmani olish va vebinar yozuvini ko'rish uchun havola topishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisi esa Zoom izohlarida biznes qo'llab-quvvatlash xodimlari o'tiribdi. Kimnidir savollari bo'lsa, Zoom'dagi chatda yozish mumkin. Bizni hamkasblarimiz savollarga javob berishga harakat qiladilar. Aleksandr, sizga so'z. Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsizlar bizning webinarimizga. Bugun aylanuvchanlik to'g'risida gaplashamiz, ya'ni оборачиваемость degan tushuncha to'g'risida. Nima u, qanday hisoblanadi, nimaga ta'sir qiladi va nima qilishimiz kerak bu ko'rsatkich nimasini yaxshilash uchun. Xo'sh, birinchi bo'lib hammamizga yangilik emas, Uzumda ba'zi bir mahsulotlar pullik saqlashga o'tib ketadi. Aynan shu mavzu to'g'risida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Bu aylanuvchanlik shu pulli saqlashga bevosita bog'liq. Nima degani aylanuvchanlik? Bu xo'p, keyingi slaydga o'tib ketamiz. Hozir buni gapirib bo'ldim. Aylanuvchanlik bu bizlar uchun juda ham muhim ko'rsatkich sotuvchilar sifatida. Nafaqat pulli yoki bepul saqlash masalasida, bizni pulimiz aylantirishda ham qo'shimcha foydani olishga ham ta'sir qiladigan ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Вот. U yerda ma'lum bir ko'rsatkichlarni biz nazoratga olib hisoblab chiqishimiz kerak bo'ladi, aylanuvchanligi. Birinchisi bu sotish tezligi. Sotish tezligi bu oddiy qilib aytganda biza qancha tovarimiz qancha vaqtda sotilyapti. Shunaqa ko'rsatkich. Bu ko'rsatkich Uzum marketda o'rtacha 15 kun natijasi bo'yicha hisoblanadi. Hali uni hozir davomida keyingi slaydlarimizda ko'ramiz. Вот. Zaxirani boshqarish masalasi bo'yicha bu bizga nima uchun kerak? Misol, agarda biz har bitta tovarimiz bo'yicha оборачиваемость aylanuvchanligini bilgan taqdirimizda biz o'zi ham zo'r ketadigan tovarni qo'shimcha yaxshiroq kollektivda, yaxshiroq miqdorda olib kelamiz. Yaxshi sotilmaydigan tovar bilan shoshmay turamiz. Lekin bu narsani biz doimiy ravishda nazorat qilib turishimiz kerak. Va misol yaxshi ketadigan tovarga ko'proq e'tibor berib, ko'proq pul sarflaymiz unga. Sotilmaydigan tovarlar sal kamroq assortimentga kerak bo'lishi mumkin ba'zi bir paytlarda har xil tovar. Lekin hammasi birdaniga yaxshi sotilmaydi. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Mana bu Parettoning qoidasi bor. Shu Parettoga asoslanib baribir bizning tovarimiz bo'linadi. Yaxshi sotiladigan, o'rtacha va sotilmaydigan tovarlarga. Aylanuvchanligini hisoblash bu o'sha как раз shu uchun kerak bo'ladi bizga va shuni ko'rib turib biz bilamiz qaysi tovarni ko'proq zakaz qilishimiz kerak, qaysi tovar kamroq. Moliya masalasida boya aytganimdek, biza pulga keladigan bo'lsak, bizni pulimiz ko'proq foyda olib kelishi kerak. Yaxshi ketmaydigan tovarni ko'proq olib kelsak, bu pulimizni muzlatdik degan gap. Uni iloji boricha muzlatmasdan yaxshi aylanuvchanlikka ega mahsulotlarga sarflashimiz kerak. Shu bizni pulimizni. Tak. Rejalashtirish masalasiga o'tib keladigan bo'lsak, bu aytganimni o'zi jami qilib hammasini birdaniga aytib qo'ydim. O'zi davomida biz aylanuvchanligimizni bilib turgan holda davomida qancha tovar, qaysi assortimentda,
qaysi количество, qaysi vaqtda olib kelishimizni o'zimizga reja qila olamiz oldindan o'zimizga yetkazib beruvchilarimizga buyurtmalarni ham joylashtirib qo'yamiz. Misol ayrim mahsulotlari bor, ularni ishlab chiqarish vaqt oladi. Biz esa shu aylanuvchanligini bilib turib, bizga qaysi vaqt nechta kerakligini bilib, shunga qarab buyurtmani bera olamiz. Shu reja degani. U degani biza ham avtostopga o'tib ketmaymiz. То есть tovarimiz qolmay qolib, talab kuchli bo'lib turgan tovarni yetkazib bera olmadik, chunki aylanuvchanligini qaramasdan sotib tashladik. Bu yerda yetkazib beruvchi iplamayapti, yetkazib bera olmayapti bizga shu narsani. Yoki naоборот, bizda ja zo'r ketmaydigan tovarni biz skladda yana ham nima qilib tashladik, ko'paytirib tashladik shu tovarni. Shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun oldindan planlashtiramiz. Qaysi tovarni qaysi vaqtda buyurtma qilamiz. Uni bundan tashqari Xitoy bilan ishlaganimizdan keyin u yerda ayrim bir vaqt yetkazib berishga ham ketadi. U ba'zi payt 45 kungacha ham cho'zilib ketishi mumkin tovar kelishi O'zbekistonga. Agarda misol yangi yilga, mana bu Xitoy yangi yiliga tushib qolsangiz, вообще 2 oydan oshib ketadi. U payt hech kim ishlamaydi u yerda. Shunaqa narsalarni ham birdaniga plan qilib rejalashtirib qo'yishimiz kerak o'zimizga. Qaysi tovar qachon olib kelishini va qancha miqdorda olib kelishini. Aylanuvchanlik nima uchun kerakligini tushundik degan umiddaman. Nima uchun hisoblashimiz kerak uni va nimaga ta'sir qilishini. Xo'sh. Agar uzun marketda, aynan uzun marketga keladigan bo'lsak, bu qanday hisoblanadi? Bizda aylanuvchanlik bu yaqindan uzoq bo'lmagan, oldin misol uzun marketda kimniskidan ishlagan bo'lsa biladi. Boshida omborxonasida umuman pulli sayqlash bo'lmagan. U hali eski skladlari bor paytida nimasini paydo bo'ldi shu narsasi va hozir 12-maydan sal ko'chayib ham ketdi. Nimasini pul masalasi bo'yicha. Nima uchun shuni qilishga majbur bo'ldi? Chunki omborxonasi juda ham katta uzun marketda va u yerda ko'p mahsulotlar nelikvid mahsulot hisoblanadi. Ya'ni skladda joyini egallab turibdi-da, lekin sotilmaydi. To'g'ri, ko'p sotuvchilar shu narsani biladi, o'zini tovarini tezroq sotishga harakat qiladi. Lekin shunaqa sotuvchilarimiz ham bor, ular tovarlarini topshirib qo'ygan va shu bilan unutib tashlagan uzumni. Na aloqasi bor ular bilan, na boshqa narsasi. Shunga uzun market majbur bo'ldi mana bu pulli xraneniyani kiritishga. Lekin shu bilan u shartli pulli, doimiy ravishda emas, boshqa bir marketplace'dan keltirib berishi mumkin. U yerda birinchi kundan mahsulot topshirganingizdan boshlab birinchi kundan xraneniya o'sha saqlash uchun pul to'lashni boshlaysiz. Uzumda bunday emas. Agarda sizning aylanuvchanlik 2 oygacha bo'lsa, ya'ni 60 kungacha bo'lsa tovar bo'yicha, unda uzun market sizdan pul olmaydi. U siz uchun ham yaxshi, chunki misol 2 oyda tovaringiz aylanib turadi degani 60 kunda butun ostatak sotilib ketadi. U degani siz o'sha tovarni 6 marta aylantirishingiz mumkin. U sizga misol 1000 so'mdan olib keladigan bo'lsa tovar, uni 6 marta oltirsangiz, jami 1 yil davomida bu tovarning ichidan 6000 so'm topasiz. Uzun market ham shuni hisobga olgan holda, agar sotuvchi o'zi hisoblamasa, men o'rniga hisoblab, unga ko'rsataman sotiladigan, sotilmaydigan tovarlarni degan ma'noda o'sha pulli xraneniyalarni ham kirgizgan. Lekin sharti bilan pulli. U degani misol любой mahsulotingiz agar 60 kungacha sotilib ketsa, mahsulot nimada omborxonada turgani u pulli xraneniyaga o'tib ketmaydi. Bu to'g'risida hali davomida keyingi slaydlarimizda ham sal chuqurroq gaplashamiz. Xush. Mabodo savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, albatta ularni nimaga chatga yozishingiz mumkin. Bu chatga, guruhga, bundan tashqari kollegamiz aytgandek, hozir mana shu uchrashuvda chatida qo'llab-quvvatlash xizmati bolalar o'tiradi va agar sizni qanaqadir keyslaringiz bo'lsa yoki savol muammolaringiz bo'lsa, shu savollaringizni berishingiz mumkin. Aylanuvchanligini hisoblash. Shu yerda mana bu aynan uzun marketda shu yerda ikkita ko'rsatkich hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi bu o'rtacha kunlik sotuvlar, ya'ni o'rtacha bir kunda nechta narsamiz sotilyapti. Ikkinchi ko'rsatkich bu o'rtacha kunlik qoldiqlar. U ya'ni o'rtacha omborxonada qancha mahsulotimiz turadi. Agar qanday hisoblanadi ular? O'rtacha kunlik sotuvlar, o'rtacha kunlik savdo u
jami 15 kunlik savdo olinadi va 15 ga bo'linadi. Unda oddiy matematический средний degan narsasi chiqadi. То есть, misol biz 15 kunda 45 ta narsani sotganmiz, u degani kuniga 3 tadan sotyapmiz. Ana shu o'rtacha kunlik sotuvlar bizaniki 3 ga teng bo'ladi. Вот. Ikkinchisi o'rtacha kunlik qoldiqlar. Ular ham xuddi shunaqa. Jami 15 kun davomida bo'lgan qoldiqlarni qo'shib 15 ga bo'lamiz. Unda o'rtacha qoldig'ini chiqaramiz. Bu misol bir kun 100 ta, bir kun 90 ta, bir kun 80 ta nimasini sotilgan sari kamayib ketib o'rtachani olamiz va o'rtacha nimadir rakam chiqadi. Вот. Biz hozir uni o'sha narsani misol tariqasida ham keltirib qo'ydik shu yerda. Va agarda siz o'sha nima o'rtacha qoldiqlaringizni o'rtacha savdo tezligiga, u savdo tezligi ham deyiladi, o'rtacha kunlik savdo ham deyiladi. O'shanga bo'lsangiz, unda sizda aylanuvchanlik ko'rsatkichi chiqadi. U pulli saqlash 60 kungacha. U degani agarda biz mana bu aylanuvchanlik ko'rsatkichi 60 dan baland bo'lsa, undagina biz pulli xraneniyaga o'tib ketamiz. Shugacha bizda bepul. Lekin o'zim seller sifatida ham aytishim mumkin, 2 oylik zaxira tursa, u ham yomon emas. To'g'ri, hozir pulli xraneniyaga ko'pchilik tushgan sababi chunki ularda 2 oylik zaxiradan ko'proq narsasi turibdi. Nima qilish mumkinligini biz hali nimasini davomida shu to'g'risida gaplashamiz. Lekin mana aylanuvchanlik hisoblashi, o'rtacha kunlik savdoni, o'rtacha kunlik qoldiqlarni o'rtacha kunlik savdoga bo'lamiz. Unda bizning nimadir ko'rsatkichimiz chiqadi. Misol, o'rtacha kunlik savdo 15 kun ichida bizda 30 dona nimadir tovar sotganmiz. Unda o'rtacha sotish tezligi kuniga 2 dona. Qoldig'imiz 1,5 mingta turibdi. Nima o'rtacha kunlik qoldiq. Nima 1,5 mingta emas, jami 15 kun davomida 1,5 mingta bo'lgan, uni 15 kunga bo'lsak, o'shanda 100 ta nimasini 100 ta chiqyapti. O'rtacha qoldiq omborxonada 100 ta. Agarda biz o'rtacha qoldig'ini tezlikka bo'lsak 50 chiqadi, 50 kun. U degani sizda hozirgi kunda turgan qoldiqlaringiz uzun marketda 50 kun ichida sotilib ketadi. U degani uzun market sizga umuman gapirmaydi, pulli xraneniya bo'lmaydi. Nabarot, marketplace'lar yoqtiradi bunaqa tovarlarni va yaxshi sotilib turgan tovar ular yana ham yaxshi sotishga yordam berishga harakat qiladi har xil yo'llari bilan. Misol tez sotilib turadigan, savdosi yaxshi bo'lib turgan tovarlar odatda ularni qidiruv natijasi bo'yicha ko'rsatishga ham teparoq ko'rsatishga harakat qilishadi marketplace algoritmlari ham. Shunga bu bizga ham yaxshi. Ham tovarimiz tez aylanib turadi, yana pulimiz aylanib turadi va bundan tashqari tovarimiz yaxshi sotilgandan keyin marketplace ga yoqadi bu narsa. Nimasini tovar aylanib tez aylanib turishi. Skladda qolib ketmay nimasini, qolib ketib yotmasligi. Вот. Bepul saqlash masalasi bo'yicha. Birinchisi bu aytganimdek shart bilan pulli saqlash uzun market omborxonalarida va bu pulli saqlash u faqat FBO tizimiga tegishli. Chunki o'zingizda tursa, uzun market sizdan hech qanaqa pulli xraneniya olmaydi agar FBS bo'yicha ishlagan bo'lsangiz. Вот. Bepul saqlash masalasiga keladigan bo'lsak, yangi SKU, ya'ni yangi kartochkani yaratib, yangitdan mahsulot olib keldingiz omborxonasiga. U mahsulot uchun 30 kun davomida aylanuvchanlik hisoblanmaydi va pulli saqlash yoqilmaydi. 30 kundan keyin o'sha oxir 15 kunda nima bo'lganini hisoblashni boshlaydi. Shunga qarab xulosani chiqaradi, ostatkizga qarab. Вот. Fashion toifasi uchun, ya'ni kiyim-kechak, mana shu vaha qazolari, uni havolasini alohida tashab qo'yamiz. No, aynan kiyim-kechak. Bu kiyim-kechakda chunki assortiment bo'yicha juda ham katta количество bo'lishi mumkin tovarlar, razmer bo'yicha, rang bo'yicha va boshqasi bo'yicha. Ularda 60 kun bepul turadi. То есть, ya'ni 2 oy turadi. Bu как раз 12-maydan kuchga kirgan narsasi va yangi olib kelgan assortimentga 60 kun davomida pulli xraneniya yoqilmaydi. Вот, undan keyin уже savdoga qarab, hisoblanib ketaveradi. Вот. Va shunda misol 30 kun o'tgandan keyin biz o'zimiz qoldiqlarimizni nazorat qilib, пополнять qilib turibmiz. Doimiy ravishda 2 oylik zaxiraga yetib turadigan количествоda miqdorda ushlab turibmiz qoldiqlarimizni. Unda bizni nimamiz hech qachon pulli bo'lib ketmaydi. Xraneniya.
Agar unaqada bo'lmasa. Bundan tashqari mavsumiy tovarlar bilan ham muammo bor edi, chunki mavsumiy tovar siz misol 1 yilda 2 oy davomida sotasiz, keyin 1 yil skladda tovar bo'lmaydi. Tovar bo'lmasa, nimalari bo'lmasa, savdolari bo'lmasa, avtomatik tarzda уже pulli xranение saqlanishga to'g'ri keladi. Lekin Uzum Market shu narsani tushunib turib, sotuvchilar bilan yaqinlarda uchrashuv bo'lgandi, shu masala ko'tarilgan edi va Uzum Market aynan mavsumiy tovarlar uchun oxiri 15 kun mobaynini hisoblaydi xolos. То есть oldin toshda bo'lmagan ekan, то есть savdoni boshlaganingizdan keyin 15 kunini hisoblashini boshlaydi savdoni. Aynan mavsumiy tovarlar uchun misol omborxonada yo'q paytda uni nima qilmaydi. Sezon bo'lmagan vaqtda uni hisobga olmaydi. Вот. Вот. Va ayrimchalik misol bizda 59.3 bo'ladigan, 59.5 bo'ladigan bo'lsa 60 hisoblanadi. Вот. Shu narsani katta tomonga hisoblanadi. Hozir tushunarli bo'lib turibdimi? Hozircha hozir men 1-2 minut chatga shunday bir qarab qo'yay. Bolalar savollarni yozyapti podrяд. Mana mavzu bo'yicha bugun mavzumiz aynan aylanuvchanlikka tegishli bo'lgani uchun men faqat shu mavzuda savol berishga harakat qilaman. Bu oxirida vaqtimiz qolganda balkim boshqa savollar to'g'risida ham gaplasharmiz. Har kuni qayta hisoblasangiz bo'ladi, chunki ma'lumotlar har kuni yangilanadi deb javob berishdi. To'g'ri. Aha. O'tgan kun natijasi bo'yicha hisoblanadi. Nimasi? Aylanuvchanlik. Tak. Mayli. Xo'sh, tovarlarning ular pulli saqlashdimi yo bepul saqlashdimi qayta ko'rishini hammamiz bilamiz. Hech kim uchun sir emas, ochiqchasiga shuni turibdi. Mahsulotlar degan bo'limiga o'tganimizda har bitta kartochkamizda saqlash degan joy turibdi. U yerda agar bepul bo'lsa bepul deb yozilgan bo'ladi, pulli bo'lsa to'langan deb, hozir mana bu skrinni misolida turibdi. To'langan deb yozilgan bo'ladi. Misol bizda 5 ta 6 ta SKU bo'lsa, bitta kartochkaning ichida qaysidir bepul, qaysidir pulli bo'lib qolishi ham mumkin. Agar bittasi bo'lsa ham уже to'langan deb ko'rsatadi. Yaxshiroq chuqurroq o'rganib chiqishimiz uchun qaysi SKU tushgan, qaysi tushmagan deb qilmoqchi bo'lsak agar, unda kartochkani o'zini bosib qo'yganimizda, un pulda ekranimizda nimasi chiqadi? Aniqroq ma'lumot chiqadi. Unda уже o'rtacha kunlik savdo qanday hisoblangan, o'rtacha kunlik qoldiqlarimiz. Mana bizning misolimizda o'rtacha qoldiqlar 10 dona, 907 donasi o'rtacha kunlik savdo 0.1. U juda yaxshi sotiladigan tovar emas ekan. Aylanmasi 97 kun, u degani u pulli bo'ladi. Va tarif bo'yicha biz har bir donaga pul to'laymiz kuniga. Shu yerda 9 dona bo'lgandan keyin 270 so'm to'lanyapti har kuni. Mana bu misolda bizni nimamizda ekranimizda ko'rsatilgani bo'yicha. Bu birinchi tarafi qayerdan ko'rishimiz mumkin bu narsani? Ikkinchisi bu hisobotlar. O'sha yerda chuqurroq ko'rishimiz mumkin. Bu hisobotlarda biz mablag'lar bo'limiga o'tganimizdan keyin u yerda nafaqat bizning buyurtmalarimiz va balkim xizmatlar uchun to'lovlarimiz ham ko'rinib turadi. Mana bu yerda hozir alohida ko'rsatib qo'ygandik o'sha narsani. Mana bu yerda xizmatlarga to'lov degan joyi bor. Uni bosib o'tganimizdan keyin logistikaga necha pul to'lashimiz, pulli saqlash uchun necha pul to'lashimiz, boshqa qanaqadir xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, ular hammasi mana shu yerda chiqadi. Kunma-kun, har kuni yechilganda. Va aynan mana bu saqlash uchun to'lovlar degan joyi bor. O'sha narsani ko'rib, biz har bir do'kon uchun alohida mana shu yerda batafsil ma'lumot degan narsani bosib qo'yganimizda, bu avtomatik tarzda hisobotlar bo'limiga bizga yangitdan otchot yaratib beradi hisobot. O'shanda biz shtrix-kod bo'yicha har bitta tovarimizga necha pul to'lashimizni ko'rishimiz mumkin. Bu keyingi slaydda bo'ladi. Yana qaytaraman. Mablag'larga o'tib, xizmatlar uchun to'lov, ID bo'yicha do'konni topib, uni batafsil ma'lumotni bosganimizda, bizda hisobotlar bo'limida yangi hisobot shakllantiriladi. U hisobotlarning ko'rinishi mana shunday bo'ladi. Mana tepada turibdi. Bu yerda mana shtrix-kod turgan bo'ladi. O'lchovli guruhi, yana kichkina tovar, o'rtacha tovar yoki katta tovar, qaysi kategoriyaga tegishliligi, hisoblagan vaqtiga qancha qoldi, qancha ostatka bor edi, bu aytganimdek o'tgan kun bo'yicha hisoblaydi. Oxirgi 15 kun davomida qancha sotganimiz, oxirgi
nima o'rtacha qoldiqlarimiz oxirgi 15 kun davomida shuni natijasida chiqqan aylanmasi va shu misolida aynan hozir shu turgan отчетida barcha eski pulli xraneniyaga tushyapti. Har bir dona uchun 30 so'mdan to'lanyapti. Jami 270, 300, 240 mana shu summasi jami har kun to'langan bo'ladi saqlash nimasini, omborxonasida saqlanish uchun. Вот, shu narsani biza bilsak bo'ladi. Mana bitta shtrix kod bo'yicha har bitta qaysi tovar, nima tovar, o'shani ham aniqlashtirsak bo'ladi. Xo'sh, gabaritga keladigan bo'lsak, hammamiz uni bilamiz albatta, lekin men qaytib o'taman yana bir. Kichik gabaritli mahsulotlar yana kichkina narsamiz. Qanday hisoblanadi shu narsasi? Bitta qaysidir tovarimiz bo'lgan taqdirda uni uch tomoni ham nimadir misolda ko'rsatsam ham, misol nimasida eni bo'yi va nimasini balandligi nimasini eni длина, ширина, высота. O'zbekchaga cho't qiynalmayman tarjima qilishga. O'sha 3 ta ko'rsatkich bir-biriga qo'shiladi. Qo'shilgan taqdirda agar 50 santimetrgacha bo'lsa, misol kichkina narsamiz 2 santimetrga 6 santimetr, 8 santimetr. Jami 16 santimetr, 50 santimetrgacha bu kichkina narsa hisoblanadi. O'rtacha gabaritli tovarlarimiz u agarda 50 santimetrdan 170 santimetrgacha bo'lsa, va katta narsalar 170 santimetrdan nimasini ko'p bo'lib ketsa, agar uchalasini bir-biriga nima qo'ysak, qo'shib qo'ysak yoki bir tomoni 50 santimetrdan katta bo'lsa, вот, o'sha крупногабаритный mana bu yirik gabarit tovarlarga kiradi. Bu nima uchun bizga kerak? Chunki aynan shunga qarab tariflar belgilangan. Pulli saqlash uchun. Так. Tariflar masalasi bo'yicha. Birinchi mana shu tariflar albatta bular nimada, yo'riqnomada ham bor. U yerda ham ko'rsangiz bo'ladi, lekin shu yerda ham aytib o'tamiz albatta shularni. Вот, maxsus toifaga ega toifadan tashqari degan narsasi bu fashionga alohida hisoblanadi. Boshqa fashiondan boshqa tovarlarga agarda 60 kungacha aylanmasi bo'lsa, yana qoldig'imiz 2 oydan 2 oy va undan kamrog'iga yetadigan bo'lsa, unda bizada nimasida omborxonasida saqlash bepul bo'ladi. Agarda aylanuvchanlik 6 oygacha bo'ladi, 2 oydan 6 oygacha boradigan bo'lsa, unda уже pulli xraneniya yoqiladi. Kichkina narsa uchun 30 so'm donasiga, o'rtacha narsalarga 60 so'm, katta narsalarga 300 so'm. Bu 6 oylik qoldiq bo'lsa sizda, agar 180 kungacha yetadigan omborxonada saqlab turgan tovarlaringiz bo'lsa. Вот, agarda aylanuvchanlik yarim yildan 1 yilgacha boradigan bo'lsa, ya'ni 181 kundan boshlab 360 kungacha bo'ladigan bo'lsa, unda 50% qo'shiladi tarifga va mayda narsa uchun 45 so'm donasiga, o'rtacha narsalarga 90 so'm va katta narsalarga 450 so'mdan to'lashga to'g'ri keladi. Agarda aylanuvchanlik 1 yildan ziyodga o'tadigan bo'lsa, to есть yana qoldig'imiz vashi ko'p, 1 yilga yetadigan tovarlarimiz saqlanib turgan bo'lsa, unda tarif yana ko'payadi. 90 so'm mayda narsaga, 180 so'm o'rtacha narsaga va 1,5 ming so'm katta narsalarga. U degani 1 yildan ko'p saqlanadigan tovarlar uchun. Albatta bunaqa tovarlarni biz omborxonadan olib ketishimiz kerak va aylanuvchanlik 360 kunga ega bo'lgan mahsulotlarni FBO tizim bo'yicha sotish kerak emas. Uni FBS bo'yicha sotgani tinch. Chunki bu yaxshi sotilmay yoki katta kollektivda turgan bo'lsa, uni o'zimizda olib qolganimiz yaxshi. Va bu yerda yo'q joydan katta summada pul to'lashga to'g'ri keladi. Вот, fashionga keladigan bo'lsak, qayerda edi u? Вот, maxsus tariflarga ega toifalar uchun degan narsasi bu 12-maydan ishga tushdi. Unda tariflari kichkinaroq. Agar hozir e'tibor bersangiz, chunki aynan fashion uchun bu juda ham katta ta'sir qiladigan narsalardan biri hisoblanadi va uzun market sotuvchilar bilan o'tkazilgan uchrashuv natijasi bo'yicha shunaqa qarorga keldi. То что agar men bu aynan o'sha toifalar ro'yxati hali qo'shimcha e'lon qilinadi va yo'riqnomada o'zi bor u. Fashion kiyim-kechak deb gapiraman men shu yerda. Aylanuvchanlik 60 kungacha bo'lsa, u bepul bo'ladi. Boshqa mahsulotlarga teng bo'lib, aylanuvchanlik agar 2 oydan 6 oygacha boradigan bo'lsa, unda 30 so'm kichkina tovarlar uchun, o'rtacha tovar uchun 60 so'm va yirik tovarlarga 300 so'mdan donaga oladi.
nimasiga, razmeriga qarab. Agarda yarim yildan 360 kungacha, yarim yildan 1 yilgacha bo'ladigan bo'lsa, unda kichkina narsa 35 so'm, o'rtacha narsa 70 so'm, katta narsa 360 so'm oladi va 1 yildan kubga 50 so'm mayda narsaga, 100 so'm o'rta gabaritli va katta narsalarga 510 so'm. Misol uchun, fashiondan boshqa tovarlarga mana shu yerda katta narsa uchun 1,5 ming to'lashga to'g'ri kelardi, shunaqa aylanuvchanlik ko'rsatkichi bilan. Faqat fashion uchun uzun market ancha kamaytirib tashlagan shu narsani. Xush. Вот. Nima qilishimiz kerak biza? Ikkita qaror bor. Bizada agarda bizni mahsulotimiz pulli saqlashga tushgan bo'lsa, unda ikkita variantimiz bor. Birinchisi savdoni tezlashtirish, ikkinchi mahsulotni olib ketish. Savdo tezlashtirishini biz nimadan boshlaymiz? Birinchi bo'lib biz o'zimiz mahsulot kartochkani o'zimiz baholashimiz kerak. U qanaqa, u konkurentga nisbatan yaxshimi, yomonmi? Qo'shim balkim rasmlaringiz yaxshi emas, odamlar mijozlarimiz o'tmaydi bu nimaga, bizni kartochkamizga. O'sha uchun savdomiz past. O'sha narsani baho berib, o'rganib chiqib, kartochkamizni boshqatdan to'g'rilab chiqib, savdoni oshirishga harakat qilishimiz kerak. Marketplace'da bir marta kartochkani qilib tashab qo'ydim, shu bilan o'zi sotiladi degan gap yo'q. Doimiy ravishda kartochkani ustidan ishlab turish kerak. Chunki konkurentlarimiz paydo bo'ladi, yaxshiroq kartochkani qiladi, narx-navo o'ynab turadi, o'sha aynan yana shu konkurentlar bilan birgalikda va baribir sezon o'zgarib turadi. Misol rasmlarni sal boshqacha qilganimizda, misol yangi yilga yaqinlashgan payti bizlar sal yangi yil elementlarini qo'shib, takoy chiroyliroq rasmlarni o'rnatishimiz mumkin, misol darakasida. Alishtirib turishimiz mumkin va o'zimiz uchun doimiy ravishda qaraymiz. Rasm o'zgargandan keyin nima o'zgaryapti? Bizda prosmotr ko'paydimi, yo'q, ko'paymadimi? O'tib ketishlar ko'paydimi, ko'paymadimi? Вот. Yana yaxshi yana bitta narsasi bor. Bu O'zbekistonda zo'r rivojlanmagan, lekin Rossiyada zo'r rivojlanib ketgan split test degan narsa. Yana AB test. То есть biz kimdirdan savol-javob qilamiz. То есть ikkita rasm ko'rsatamiz, qaysi biri yaxshi. U odam keyin bizga aytadi, то что вот shu yaxshi yoki bu yaxshi. Endi ko'pchilikda nimasidan fikrdan kelib chiqib, biza o'sha kimga ko'proq yoqqan bo'lsa, o'sha rasmni ishlatamiz. O'shanaqa narsani uyushtirishimiz mumkin. Bunaqa narsalar to'g'risida biza chuqurroq akademiyada Uzun market akademiyasida gaplashamiz, marketing mavzusida. Вот, o'sha kartochka bilan qanday ishlash mumkin va nima qilish mumkin uni qo'shimcha qilib, yana ham savdo yaxshi bo'lish uchun. Вот, aynan birinchi bo'lib qiladigan narsamiz bu kartochkaga baho berish. Agar biza pulli xraneniyaga tushadigan bo'lsak, savdoni oshirishga qaratilgan harakatlarimizdan bittasi shu kartochkani yaxshilash. Вот. Bu yerda ko'p narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bu yerda nomini, mana bu SEO optimizatsiya degan narsalarni ham e'tibor berishimiz kerak. Suratlar qanaqa bizada, suratlar ya'ni rasmlarimiz yaxshimi, yomonmi? Barcha narsani o'rganib chiqib, bizni konkurentlarimizni ko'rib, ularda nima bor, bizda nima yo'q, o'sha hamma narsani baholab, o'shanga qarab kartochkaga o'zgartirish kiritishga harakat qilishimiz kerak. Keyingisi, uzun marketda aksiyalarda ishtirok etish kerak. Albatta ishtirok etish kerak. Bu narsani biz hali u mahsulot olib kelayotgan paytimiz ham уже hisobga olib qo'ygan bo'lishimiz kerak. То что uzun market aksiyalarini uyushtiradi. U aksiyalarda qatnashish shartlaridan bittasi bu qanaqadir minimal chegirma berish. Bu chegirma har bitta kategoriyada har xil bo'ladi. Qaysidirlarda 5%, qaysidirlarda 30%, to есть aksiyaga kirish uchun. Вот, shu chegirmani biz unit ekonomikani hisoblayotgan paytimiz уже hisobga olib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Va yaxshi sotilmaydigan tovarlarimizni albatta aksiyada ishtirok ettirib, shularni savdoni oshirishga harakat qilishimiz kerak. Вот, bu ziyoni bo'lmaydi shu narsani, agarda siz hamma narsani unit ekonomikani vaqtida to'g'ri hisoblab chiqqan bo'lsangiz. Ketdik dальше. Arzon narx kafolati degan yangi chiqqan aksiyasi bor. Bu uzun market ham o'zida, ham boshqa plashatkalarni solishtirib ko'rib, haqiqatan ham bu tovar eng arzon narx bo'yicha sotilyapti degan isbot mijozlar uchun. Mijozlar ko'radi shuni, shu haqiqatan ham bu eng arzon hisoblanadi. Uni algoritmi bor, qanday ishlashini, qanday nastroykasi qilingan, bu alohida gaplashish mumkin bo'ladi.
Lekin bu ko'rsatkichga ega bo'lgan mahsulotlar albatta yaxshiroq sotiladi. Chunki o'zingiz ham mijoz tomonda tursangiz, agarda sizda mana bunaqa qilib ikkita tovar tursa, bittasi eng arzon narx deb yozilgan bo'lsa, uni narx o'zida ham ko'rinib turadi. Albatta arzonroq narsani bir xil mahsulot bo'lganda arzonroq tovar olishga harakat qiladi. Keyingi slaydimizga o'tadigan bo'lsak, keyingi qadamlarimizdan bittasi bu narx nima? Narx-navo masalasi. Bu baribir O'zbekistonda eng kuchli ahamiyatga ega bo'lgan mijozlar uchun nimalardan bittasi, ko'rsatkichlardan bittasi bu narx. Agarda biz narx bo'yicha eng qimmat bo'ladigan bo'lsak, albatta savdo bizada bunaqa zo'r bo'lmaydi. Biza albatta o'rganib chiqamiz, raqobatchilarimiz shunga o'xshagan mahsulotlar necha puldan sotilyapti va shunga qarab chora-tadbir ko'rishimiz kerak. Qanaqadir choralarni ko'rishimiz kerak yoki narxini pasaytiramiz yoki agar misol haqiqatan ham mana mahsulot qimmat, lekin uni nimasi bor, sababi bor qimmat bo'lganiga, sifati boshqacha, material boshqacha, qanaqadir qo'shimcha funksiyasi bor yoki mani konkurentimda 3 ta nasadka turibdi, manda 8 ta nasadka turibdi. Albatta shu narsani mijozga ko'rsatishimiz kerak, narxini isbotlashimiz kerak, nima uchun qimmat sotyapmiz. O'sha narsani tushungandan keyin, mana shu yerda 3 ta, bu yerda 8 ta ekan, shunda 50 so'm qimmat ekan, deb nima tushunish kerak, nima uchun qimmatligini. Yoki hammadan arzon sotishga nimasini harakat qilmasangiz ham endi bozorda o'rtacha narxida yurishingiz kerak. Misol, o'rtacha bozor bo'yicha sotiladigan narxi tam 50 mingdan 100 minggacha. Siz 150 mingdan sotyapsiz. Albatta sizda savdo past bo'ladi, uni hamma biladi. Bu ekonomikaning qonuni. Kim arzon sotsa, o'shaniki ketaveradi. O'shanga shu narsaga ham albatta e'tibor berishimiz kerak, narx-navoga. Uni har kuni demasam ham хотя бы bir haftada bir monitoring qilib turish kerak, nazorat qilib turish kerak narx-navoda nima bo'lyapti. Bundan tashqari bizda har xil servislarimiz bor. Bizani servislarimiz deganim Uzum market bilan bog'liq bo'lmagan qo'shimcha har xil bolalar xizmat ko'rsatadi. Buni o'zim kanalimda ham hammasini ko'rsatgandim. Shunaqa narsalar borki, ular sizga oldindan ma'lumot beradi. То есть, misol siz konkurent tovarini nazorat qilishga qo'yib qo'yasiz, u sizga agar narx o'zgarsa, rasm o'zgarsa yoki описание nimadir o'zgargan bo'lsa, sizga shunda Telegram botga xabar keladi. Birdaniga уже bilasiz, что nima narxini pasaytirdi bu. Demak, hozir unda savdo yaxshi bo'ladi, menda pasayadi. Men ham bir narsa qilishim kerak deb sразу birdaniga qaror qilishga harakat qilasiz. Shunaqa servislar ham bor. Reklama vositalaridan foydalanish kerak. Kundan kuniga, misol, men Uzum marketda 22-yildan buyon savdo qilaman va biz boshlagan paytimiz bunaqa katta e'tibor reklamaga bermas ekan bo'lardi. Chunki katta kollektivda sotuvchilar bo'lmagan. Men boshlagan paytim va umuman kam sotuvchilar bo'lgan. Hozir 15 mingdan ziyod sotuvchi savdo qiladi va kundan kuniga Uzum reklama har xil instrumentlaridan foydalanish kundan kuniga уже majburiy ehtiyoj bo'ladi. Chunki iloji yo'q, konkurensiya o'syapti, sotuvchilar ko'payyapti, assortiment ko'payyapti. Reklamani ketidan agar o'zimiz savdoni oshirmasak, iloji bo'lmayapti. Ayrim kategoriyalarda hozirdan уже kirib bo'lmaydigan darajada boost toplar stavkalar bo'lib ketgan misol. Katta summani aylanmaga ega kategoriyalar misol. Shunga siz ham albatta aql ishlatib, o'sha nimalarni reklama vositalaridan foydalanib turishingiz kerak. Bu narsani ham yana bir aytib o'taman, akademiyada biz albatta ko'rib chiqamiz. O'sha reklama instrumentlar qanaqa ishlaydi. Endi oramizda hozir akademiyada o'qib ketganlar ham bo'lsa kerak degan umiddaman. Bu narsani biza ko'rib chiqamiz albatta. Qaysi instrument qanaqa ishlashadi, qanaqa qilib savdoga qanday ta'sir qilishi mumkin va uni qanday qo'llash kerak, qaysi voqealarda va qanday qilib. Hamma narsasi butunlay ko'rib chiqamiz. Bizni webinarimizga xulosasiga keladigan bo'lsak, biz 40 minutga uspet qildik. Gapirib chiqishga yana demak ozroq savollarimizga vaqtimiz bor ekan. Xulosaga keladigan bo'lsak, birinchi bo'lib biz doimiy ravishda aylanuvchanlikni hisoblashimiz kerak va
nima savdoni oxiri 15 kun davomida savdoni ko'rishimiz kerak. Boshida to'g'ri, yangi tovar olib kelayotgan payti siz bilmasligingiz mumkin, уже necha kunda nechta narsa sotilishini. O'shanda biz ham konkurentga e'tibor berishimiz mumkin yoki ma'lum bir miqdorda test uchun nima sinov tariqasida topshirib qo'yishimiz mumkin. FBO bo'yicha. Umuman FBOga topshirmasdan FBS bo'yicha sposini ko'rishimiz mumkin boshida, omborxonaga olib bormasdan oldin. То есть FBS bo'yicha qo'yamiz bu mahsulotni, savdo tezligini ko'ramiz. Misol kuniga 2 tadan zakaz kelyaptimi, demak, kuniga o'rtacha 2 ta 3 ta dona sotiladi. Shunga qarab tam 100 ta narsa misol men omborxonaga yuklab qo'ysam, menda puli xraneniga tushmaydi. Va aynan o'sha testlar uchun UzMarket birinchi 30 kun turgan nima tovarlarga, yangi olib kelgan tovarlardan nimasini olmaydi. Pulli xraneniyani olmaydi. Вот. Nimada platniy xraneniyaga tushadigan tovarlarimizni biza endi razmeridan kelib chiqib, уже oldindan har ehtimolga qarshi ma'lum bir miqdorda rasxodini уже unit ekonomikaga qo'shib qo'yishimiz ham noto'g'ri bo'lmaydi. O'shani ham nimasini qo'shib qo'ysak bo'ladi albatta. Biza chunki unit ekonomikadan nafaqat mana bu necha puldan sotib oldim, necha pul sotaman degan narsani ko'rishimiz kerak. Bundan tashqari yo'lkiraga ketgan xarajatlarni, upakovkaga ketgan xarajatlarni hammasini hisobga olib qo'yishimiz kerak. Reklama nima bo'yicha agar rasxodimiz bo'lsa, uni hisobga olib qo'yishimiz kerak. O'sha chegirmalarni hisobga olib qo'yishimiz kerak. Brak, har xil nuqson, yo'qolishlar, o'shanaqa narsalarni hammasini hisobga olib qo'yishimiz kerak. Uni chunki hamma tovarda bo'ladi, ham brak chiqadi, bo'ladi shu narsasi ham yo'qolish ehtimoli bor. Marketplace nimalari bo'yicha, mana shu aynan yo'qolishga keladigan bo'lsak, marketplace tahlili bo'yicha jami foizi yo'qolgan mahsulotlar 100 dan 67% ni tashkil qiladi. Rasmiy e'lon qilingan nimasini raqamlar bo'yicha aytaman hozir. Oxiri rasmiy e'lon qilingani 100 dan 67% bor yo'g'i. U degani biz har ehtimolga qarshi unit ekonomikaga 1% brakka olib qo'ygan taqdirimizda ham o'sha yo'qolishlar bizning daromadimizga ta'sir qilmayadi. Вот, shu. Va uchinchisi bu unit ekonomikani chuqur hisoblab, uni ikkinchisi deganim, unit ekonomikani chuqur hisoblab hisobga olib qo'yishimiz kerak. Va aylanma davomida biz olib kelganimizdan keyin, endi tovarimiz o'rtacha 2 kundan sotilayotgandan keyin biz albatta o'shani 2 dona emas, tam 3 dona, 4 dona, 5 dona kuniga sotiladiganini qilishimiz kerak. Qancha ko'p savdo qilsa, shuncha o'zimizga yaxshi. Va shunga bizda ichki reklama instrumentlari yoki tashqi reklama instrumentlari yordam beradi. Bundan tashqari, UzMarket ko'p sotuvchilarni yonini olib, uni tovarini sotishga yordam berishadi. Bilasizlar, ba'zi nimasini ko'pchilik nimasini bu sir emas, UzMarket kategoriyani menejerlari yaxshi sotiladigan tovar bo'lgan sotuvchilarga o'zlari aloqaga chiqib, ular tovarini yana ham savdoni oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar taklif qilib aloqaga chiqishadi. Вот, va bizdan nima qilishimiz kerak? O'zimiz tovarimizni yaxshilab sotadigan bo'lsak, UzMarketga ham kerak shu narsasi. Bizning tovarimiz yaxshi sotilishi uchun. Nimasi yaxshi sotilishi, biz UzMarket ham maqsadi shu, yaxshi sotilsin deb. Va yaxshi ketgan tovarni yana ham yaxshi ketishi uchun UzMarket albatta yordam berishadi. Вот. Men ko'p shunaqa misollarni bilaman. O'zingizga ham yana bir bor aytaman, sir emas, u doimiy ravishda chatda gapirib turadi. O'sha narsasini. Men asosiy nimasini bizning vebinarimiz mana shu bo'yicha tugatdim. Endi savollarga keladigan bo'lsak, men katta umidim bor, u yerda уже ko'p savollarga javob berib chiqqan. U yerda moderatorlar ham, qo'llab-quvvatlash xizmati bolalari ham o'tirib, sразу nimasini javob berib yotibdi. Hozir javob berilmagan bo'lsa, bir ko'rib chiqsak bo'lardi. O'sha nimasini, aylanuvchanlikni nimasini hisoblashi tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Вот. Nimasini? Bu biz aytib o'tilgan ma'lumotlarimiz ham albatta ular yo'riqnomada ko'rsatilgan, ofertada ko'rsatilgan, ular bilan davomida tanishishingiz mumkin. Va tushunarsiz narsalaringiz bo'lsa, albatta chatda savol-javob qilishingiz mumkin. Sizga albatta javob berishadi. Agar biron bir
tushunmagan narsangiz qolsa. Agarda sizdan nimadir, qanaqadir yana e, muammolar kelib chiqadigan bo'lsa, ularni biznes podдержка o'sha qo'llab-quvvatlash xizmati orqali hal qilishingiz mumkin. Chunki har bitta voqeani donalab ko'rib chiqishadi. Uni jami optim hal qiladigan qaror yo'q. Bu yerda hozir umuman biz tema bo'yicha savollarni ko'rmayapman man. Javohir, shu yerdamisiz? Biz o'zi nimasini asosiy ma'nosi bo'yicha tugatdik lekin. Da, labbi shu yerdaman. Boshqatdan qaytarib yuboring. Tugatdik bunda. Biza nima asosiy ma'nosi tugadi. Aylanuvchanlik to'g'risida ko'rib chiqdik. O'zi 1 soat mo'ljal edi bizada. O'shani sal tezroq o'tkazib, biznikiga o'tkazib qo'ydik. Menimcha hamma narsalar aytildi. Sal tushunarliroq bo'ldi degan umiddaman va nima chora-tadbir ko'rishini ham qatnashgan odamlarimiz tushunib olgan deb ishonaman. Bo'ldi, shu joyda bo'lmasam tugatsak bo'ladi. Sizga Ha, rahmat men kattakon. Juda qiziqarli mavzu bo'ldi. Zapis masalasida mana bir eslatib o'taman. Albatta YouTube kanalida chiqadi. Uzum Sellers degan kanal bor. U kanalda chiqadi nima zapis va nimada Telegram chatda nima e'lon qilinadi havolalari bilan. Va bu ma'lumot bo'yicha Uzum xodimlarimiz nimani beradi? Nima deydi? PDF nimadir qanaqadir narsa bo'ladi, to'g'rimi? Ha, shunday. Ha, maylimi bitta yana bitta Dushanba narsani. kuni kechqurun Uzum sotuvchilari kanalimizda post joylashtiramiz. Unda tovarlar aylanmasi bo'yicha PDF formatida o'zbek va rus tilidagi qo'llanmani olish va vebinar yozuvini ko'rish uchun havola topish mumkin bo'ladi. Yana bitta narsani aytaman, ketmasimdan oldin. Nimada man Uzumarket rasmiy chatda, sotuvchilarning chatida borman. Mabodo savollaringiz qolib ketgan bo'lsa, bemalol meni tek qilib so'ravering. Albatta, javobsiz savolingiz qolmaydi. Bemalol murojaat qilavering. Kimda agar savol qolgan bo'lsa. Shu bilan Hop. manimcha tugatsak ham bo'laveradi. Ha, rahmat.